Assalomu alaykum hurmatli advokatlar va hurmatli hamkasblar. E-advokat platformasida yangi imkoniyatlar qo'shildi. Ya'ni biz oldin ham elektron hukumat to'g'risida, ya'ni bundan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligi haqida video qilgan edik. Mana shu elektron hukumatga qo'shimcha xizmatlar qo'shildi. Demak, mana shu xizmatlardan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Demak, dastlab biz e-advokatdagi o'zimizni shaxsiy profilimizga kirib olamiz va mana biz o'zimizni profildamiz. Demak, mana bu yerda yangiliklardan biri, demak, orderlar bo'limiga kiramiz. Mana shaxsiy orderlar bo'limi bor. Mana biz orderlardan rasmiylashtirganmiz, ya'ni foydalanganmiz. Demak, mana shu orderlarda amallar degan, ya'ni ko'z shaklidagi belgi bor. Demak, mana shu ko'zga shakldagi belgini bosganimizda, demak, bizga mana orderdagi ma'lumotlar chiqadi va tepadagi ko'p ma'lumotlar bor. Ya'ni ishga doir ma'lumotlar, ish doirasidagi yozishmalar bor, yozishmalar bo'ladigan bo'lsa, ish holati to'g'risidagi ma'lumotlar. Bizga eng keraklisi elektron hukumat ma'lumotlari. Demak, elektron hukumat ma'lumotlariga biz foydalanishdan oldin mana bu shaxsga doir ma'lumotlardagi demak, kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qo'shish tugmasini bosamiz. Demak, mana shaxs turini belgilaymiz. Ya'ni arizachimi, u da'vogarmi, ayblanuvchimi, xohlaganini, ya'ni siz himoyangiz ostidagi shaxs kim bo'lsa, demak, ushbu shaxsni belgilaysiz va JSHR ma'lumotlarni kiritsangiz, o'zi avtomatik demak, qolgan ma'lumotlarni o'zi to'ldirib oladi. Va qo'shish tugmasini, saqlash tugmasini bossangiz, demak, ushbu ma'lumotlar qo'shiladi. Demak, undan keyin biz elektron hukumatga kiramiz. Demak, bu yerda mana ma'lumotlarni olish bo'limiga kirganimizda hujjat turini tanlang degan bo'lim bor. Biz buni tanlaganimizda, demak, bir qancha bizga ma'lumotlar taqdim qilish mumkin, ya'ni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana 7 ta to'g'risidagi ma'lumotlar, oliy ta'lim to'g'risidagi, ya'ni diplom ma'lumoti, tug'ilganlik guvohnomasi ma'lumoti, ya'ni biz bu haqida oldin ham video qilganmiz. Demak, yangiliklardan biri shundaki, endi siz nikoh haqidagi ma'lumot, ajrim haqidagi ma'lumot, o'lim haqida ma'lumot, ish joyi yoki ish joylar tarixi haqidagi ma'lumotlarni ham endi olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz bu nimalardan foydalanib ko'rdik. Mana ma'lumotlarni olib ko'rdik. Mana joriy ish joyi haqidagi ma'lumotlarni mana bunday qilib bosganimizda bizga mana ma'lumot taqdim qilinyapti. Va mana sudlanganlik haqidagi ma'lumotlarni ham mana olib ko'rganimizda, demak, mana bizga taqdim qilinyapti. Demak, mana kadastr ma'lumotlari bormi yo'qmi deb biz mana berdik. Demak, haqiqatan uni nomida kadastr borligi haqidagi ma'lumotlarni bizga taqdim qilyapti. Ya'ni siz ma'lumotlarni ushbu tashkilotning o'ziga murojaat qilib olmasdan, to'g'ridan to'g'ri joyingizda o'tirib, bitta kofeni damlab olib, bemalol demak, elektron shaklda ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, e-advokat haqida biz ko'plab videolar qilganmiz. Mana shu videoni ostida biz demak, e-advokatdan qanday foydalanish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni qo'yamiz, linkini qo'yamiz. Mana shu link orqali siz foydalanish tartiblarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, siz ya'ni pochta ma'lumoti, prokuraturaga jo'natish, ya'ni vazirliklar bilan qanday xat almashish mumkinligini haqidagi videolar qilganmiz. Ushbu video ostidagi havola orqali bemalol videolarni ko'rib, o'zingiz joyingizdan chiqmasdan, ya'ni ofisingizda o'tirib, bemalol xatlarni yuborib, bunga javob xatlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun biz mana yozishmalar bo'limiga kirganimizda mana chiquvchi ma'lumotlarni ko'rsatamiz. Demak, mana bir qancha yozishmalar, ya'ni biz faqatgina elektron yozishmalarga o'tib ketdik. Ya'ni biz xat almashuvlari deyarli pochtaga bormaymiz. Hammasini pochta orqali, mana gibrid pochta orqali jo'natyapmiz. Va mana kiruvchi, ya'ni bizga javob berayotgan mana Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligi tomonidan bizga ko'plab javoblar kelgan, Bosh prokuraturadan kelgan, mana Adliya vazirligidan kelgan. Demak, mana shunday tartibda xatlar almashinuvini elektron amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Hozirda mana shu tizim bo'yicha ishlayotgan Jonpo'lat aka bilan biz gaplashib turibmiz. Yaqinda juda ajoyib yangiliklar bo'lishi kutilyapti. Ya'ni sud tizimi bilan, ya'ni Ichki ishlar vazirligi bilan, ya'ni jinoyat ishi doirasida aytaylik, tergov qadar tekshiruv materiallari, jinoyat ishi hujjatlariga oid materiallar bilan bog'liq yangiliklar bo'lishi kutilyapti. Yangilik bo'lishi bilan, ya'ni ishga tushishi bilan biz sizga albatta bu haqida ma'lumotlarni berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shunday, ya'ni e-advokat bilan bog'liq
ma'lumotlar, yangiliklarni o'tkazib yurmaslik uchun ushbu YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.